الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hörmətli qarindaşlar, biz ilgirki dərslərimizdə Surə Nisa'nın 59, 58, 57 dərslərimizdə Allah Subhanahu ve Taala Allah'a itaat qilish, Peyğəmbərə itaat qilish və aramızdakı iş başlarına itaat qilish haqqında təlimatlarını verdi. Və bu itaat qilishning o'zaro munosabati va qaysi shaklda bo'lganligi haqida ma'lum tushunchalarni berib o'tgan bo'ldik ilgari darslarda. Payg'ambar bilan Alloh bilan payg'ambarga itoat qilish orasidagi farqlar, payg'ambarning vazifasi, undan keyin oramizdagi ish egalariga itoat qilishning xarakteri qaysi shaklda bo'ladi, bu haqda biz ilgari darslarimizda tushuntirish berdik. Endi bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo musulmon jamiyatidagi, islom jamiyatidagi munofiqlar haqida so'zlayotdi. Oyat yanada payg'ambar alayhissalatu vassalamga atrofidagi bo'layotgan ba'zi ishlarni ko'rsatib turib, aniq dalil pokto'lan bir xitob qilingan bo'ldi. Davatda Allah estağfirullah. Alam tara ilallezina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ve ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghut ve qad umiru an yakfuru bihi ve yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Biz ilgirki bir qitimliq darsda so'zlab o'tgan oyatlarning başidagi alam tara Ara'aytellezi o o'xshash ifodalarning ma'nosini bugungi darsimizda bu to'g'riliq asosan to'xtalmaymiz. Avval darsning mazmuniga kirishdan ilgari oyatni qisqacha bir tarjima qilsak, Rasulullohga xitoban shunda da'vat qildi Alloh subhanahu va taolo, sen shundoq bir kishilarni ko'midingmi? Atrofing bilan ba, sen yashayotgan jamiyat bilan ba, bilmedimmi shunda kishilarning ahvolini ki bular özlerini sana düşürülgen Kur'an'a ve senden ilgiriki kitaplara, peygamberlerine düşürülgen kitaplara iman etti dep oylaşıdı. Bular deydi, bular tağutqa hüküm kıldırışını isteydi bular. Ayatın izahatına kelgen vakitte biz tağutun nemi ekanligini sözleyimiz. Bu tağutqa asli inkar qilishga buyurilgan. Şeytan bularni haqiqatan da yuqori darajada yoki yiroqqa ozdirmoqchi, yoki ig'ir darajada qana qilmoqchi, ozdirmoqchi. Deb o'tganimdek oyatning boshidagi alam tara ifodasi biz nurg'un oyatlarda so'zlab o'tdik, bu yerda tafsiliy so'zlab o'tmaymiz. Rasulullohning zamonasidan ilgari, ya'ni Rasulullohning hayotida yo'q ishlar haqida bulungan vaqtida Allah tüvende xabar bermoqchi bo'lgan ahvolga Rasulullahning diqqatini qana qilish tortish. Chunki Allohning bergan xabari hatto ko'z bilan ko'rgan amaliy ahvollardanmi nima ishonchlik. Chunki ko'z bizni aldishi mumkinki, Alloh bizni qana qilmaydi, aldamaydi. Ammo Rasulullahning hayotida bulayotgan atrofida masalalarga qarata alam tara, qaramadingmi, bilmadingmi ifodasi kelsa, xuddi bu
aynı meseleni bir şahitlik bilen delil keltirgandek bir ifadeni körüstüdü. Ayet özünü sana düşürülgen Kur'an'a iman eytidigan ve senden ilgirki samavi kitaplarga iman eytidigan dep oylaydigan kişilerni ahvalını bilmedingmi? Bularning ahvaliga qaramadingmi? degandiki maqsad qilinayotgan toifa kim desa, birisi munofiqlar. Yani birisi bir qism ahli kitap. Bir qism ahli kitap. Oyatdagi o'ylaydi ifodasini o'zlarini xuddi musulmon o'ylaydi degani yolg'on ko'rinish yasab ichidan ishonmaydi. Sirtqi ko'rinishda o'zini musulmon sifat ko'rsatdi. Mushu holatni xuddi o'zini musulmondek o'ylaydi yoki boshqalarning oldida o'zini musulmondek ko'rsatdi ma'nosini ifodalaydi. Chunki har jamiyatda shu jamiyatning qimmat qarashlari yoki yo'liga qalbidan ishonmaydigan, ammo shu jamiyatda yashaganligi uchun amalsizlikdan shu jamiyatdagidek ko'rinishga urinadigan bir bölük kişiler oldu, bularning ismi munofiq. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde bu xil şekildeki kişiler var. Yani etrafının hemmisi Müslüman, yaşayotgan cemiyeti Müslüman. Muşu cemiyette bir menfaatga erishish uchun yoki o'zining manfaatiga kapolatlik qilish uchun mayli ahli kitobni yoki boshqa guruhlardan o'zini musulmon shaklda ko'rsatadigan bir kishilar bor. Ammo qalbidan bular qanday qilmaydi? Musulmon bo'lmoqlar. Faqat hozir musulmon desa o'zini va shu shaklda ko'rsatsa ishiga keladi, foydasiga keladi. Ammo navbat kelib bir fursat topsa, yani musulmon emas yoki musulmonlarning qarshisiga harakat qilish, buning foydasiga qiladigan bir fursat kelib qolsa, u vaqtda ikkilanmasdan o'zini qanday qiladi bular oshkorlaydi. Shu oshkorlaydigan sifatlarning birisi, ahvollarning birisi yuriduna. Oyatdagi yuriduna ayatahakam ila tağut. Bular tağutga hukm qildirishni qanday qiladi? Istaydi. Bilasizlar, ikki odamning o'rtasida bir masala chiqdi. Da'talash chiqib qoldi. Buni ayirib qo'yadigan bir kishiga ehtiyoji bor. Normalda inson ishlari haqida hukm chiqarish uchun masalalarini, da'talashlarni ayirib qo'yish uchun o'zi qalbidan qanoat topgan tarafning qishig'i boradi. Buni bilasizlar. O'zi ishongan tarafning qishig'i boradi. Bo'libmi odillik masalasida o'zining qalbida to'liq ishonchi qila olgan yagi boradi. Mavla payg'ambar jamiyatida yashayotdi, musulmon jamiyatida yashayotdi, o'rtada Allohning rasuli bor. Lekin bular ishlariga hukm chiqarishda Rasulullohning qishig'i bo'lmay boshqa tarafga berishni qana qiladi, xohlaydi bular. Oyatdagi tağutqa degandagi tağut ifodasi bizning turmushlarimizda yoki atrofimizda pek ko'p uchraydi, pek ko'p anglaymiz. Ammo tam ma'nosi, tağutning haqiqiy ma'nosi nima desa, buni pek tushunmasligimiz mumkin. Tağut mayli bir shaxs olsun yoki bir hukumat olsun, bir shaxs yoki hukumat olsun, atrofidagilarningki uning qilgan yo'lsiz ishlariga ko'z yumishi natijasida, sağan zulmlarga bo'y egishi natijasida haddidan eshib, silayotgan zulmini texmo oshiradigan, qilgan xatoligida texmo cho'nqurlab ketadigan shaxs yoki kollektiv bir hukumatni nima deyildi? Tağut deyildi. Fir'avnni Alloh subhanahu va taolo tağut deb sifatlaydi ve bunun alohidliklaridan birini, tağutning alohidliklaridan birini manda deydi Alloh. Sura Zuhraf'ninki 54-oyatda fastahaffa qawmahu fa ata'uhu. Fir'avn qarasa atrofidagilarning hammasini ma'qul deyotgan. Qanday zulm salavasi ha deyotgan. Nimaga buyursa qanday qilayotgan, itoat qilayotgan. Shuni bilan ulug' zulmni salayverdi,
onun kavmimi qanday qilaverdi, itoat qilaverdi. Mana bu tağutninki nimalardan birisi, ifodalardan, alohidliklardan birisi. Tağutning asli so'z ma'nosini izlasak, bir ishninki haddidan eshib ketish ma'nosida. Haddidan eshib ketishi. Ya'ni ba'zi vaqtda buni zolim deb izohlaymiz, ba'zi vaqtda fosiq deb izohlaymiz. Ya'ni mayli takrorlasam so'zimni, mayli shaxs yoki kollektiv yoki bir hukumat darajasida bo'lsin, qilayotgan xatoliklarga atrofidagilar ko'z yumgan, sağan zulmlarga atrofidagilar bo'y ekkan, shuning natijasida paydinpay shaklda qanaqayotgan zulmi eshiyotgan tarafni xohlagancha zulman, tajovuzan kishilarni buyurish, kishilarni qana qilish, cheklash, ma shaklda kishilarni o'zining xohishi bo'yicha xohlagan tarafga haydab menish qatorliq musibatning hammani o'ziga mujassam qilgan shaxs yoki hukumat yoki kollektivning bo'ladi tag'ut turadi. Ya'ni atrofdagilar uning yomonligidan qo'rqib, nima desa ma'qul deydi. Buning ismi tag'ut qarindoshlar. Shuningcha tag'ut degan so'z yakka shaxsga tag'ut shaklda ifodalandi. Mush arabchada hatto kollektiv yoki bir hukumatga yoki bir jamoat tag'utlasa, buni o'xshashla shu birlik shaklda tag'ut deyiladi. Ya'ni kollektiv, shaxs, hukumat har qanday haddidan oshgan, zulm qilgan zolimlarning o'rtaq ismi nima? Tag'ut. Sura Baqaraninki 257-oyatda Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah mu'minlarning egisi, valisi, ularni zulmatdan nurga chiqardi. Ammo vallazina kafaru kuffarlarning egisi bo'lsa tag'utlardir deb ma shaklda qana qiladi Qur'onda ifodalaydi. Endi bugungi oyatda islom jamiyatida yashayotgan, o'zini musulmon deb da'vo qiladigan, o'ylaydigan ifodasi ko'p hollarda oyatning umumiy surilishidan qaragan vaqtda qalbidan o'ylash emas, uni da'vo qilish, boshqalarga ashta ko'rsatishni ifodalasa kerak, vallohu alam. Ya'ni o'zining musulmonligini sirtqi jihatda, ko'rinish jihatda boshqalarga ko'rsatib, musulmon shaklda yashayotgan, ammo qalbi kufri, qalbidan Allohning rasuliga inkor qiladigan bir kishilar haqida so'zlayotdi bu oyat va bu kishilarningki alohidliklaridan birini bizga so'zlab turibdi. U o'simi bir masalasi haqida hukm chiqarish to'g'ri kelib qolsa, ayirish to'g'ri kelib qolsa, buni Allohning rasuli tarafga emas, balki tag'utlar, zolimlar tarafga berishni xohlaydi. Nimishqa biz 2-3 oyat ilgari deb o'tdik. Allohning bizdan talab qiladigan tunji ishi yoki bizdan talab qiladigan asosiy prinsiplardan birisi omonatdorlik. Va shuning keynidan keladigan adolat. Allohning rasuliga bo'lsa, ya'ni Rasulullohning qishig'i bo'lsa, mutlaqo masalani adil bir shaklda ayrildiganligiga hatto mushu munofiqlarning ko'zi yetadi. Ammo buning adil bir shaklda ayrilsa, uning manfaatiga kelmaydi. Qana qildigan gap zolimlarning, tag'utlarning qishig'iga boradigan gapki, ya para yoki undan boshqa bir vositalar bilan o'zining manfaatiga kafolatlik qila oladi. Mana bu munofiqlarning asosiy sifatlaridan birisi, alohidliklaridan birisi. Shu nuqtadan bu oyatning tushish sabab nuzuliga qaragan vaqtimizda, sababiga qaragan vaqtimizda Madinada Bishr ismli bir munofiq bo'lgan. Bu munofiq bilan bir Yahudi o'tirida bir datalash masala chiqdi. Yahudi Rasulullahning qishig'i ibbamoqchi bo'ldi. Ammo eliqqa o'zini musulmon deyotgan munofiq buni Ka'b ibn Ashrafning qishig'i olmoqchi bo'ldi. Ka'b ibn Ashraf shu vaqtdagi Yahudilarning ichidagi cho'ng birisi. Yahudi nima uchun Rasulullahning qishig'i oldi desa, chunki Yahudi o'zining haqligini biladi. Bu masalada Rasulullahning masalani adil bir shaklda ayiradiganligiga ham to'liq ishonadi. Rasulullahning qishig'i bo'lsa, o'zining haqqining to'liq qo'lga keladiganligiga tamoman ishonch qilg'achqa, ma Yahudi
Resulullah'ın qışığı barıl deydi. Nimişki Ka'b ibn Ashraf'ın qışığı barmayıl deydi? Çünkü Yahudi obdan bildi ki Yahudinin içindeki özüne Yahudinin alimleri davatkan, çoğunları davatkanlar parxor. İki tilla üçün dinini satıdı, hakikatini satıdı, paralıdı. Yani bu özünün hakkını alamazlığı mümkün. Anda oğan degan Yahudi meselenin mahiyetini bilgechke ve bu davada o'zi haqli qo'yganligini ham o'zi bilgan bo'lg'achqa adil kishi, ya'ni Rasulullahning qishig'iga berishni Yahudi istaydi, ammo haliqi munofiq bo'lsa, Rasulullahning qishig'i olsa, o'zining ishiga to'g'ri kelmaydiganligini bilgan bo'lg'achqa haliqi Ka'b ibn Ashrafning qishig'iga qanaqa qildi barayli davotdi. Chunki ilgirki oyatlar o'qidik biz ilgirki darslarda. Allah subhanahu wa ta'ala dinning asosiy prinsipi shaklida Payg'ambar alayhisalomga shunda buyruq berdi ki kishilar orasida va idza hakamtum baynan nas, kishilar orasida hukm qilsanglarmi an tahkumu bil adl. Allah sizni adolat bilan hukm qilishga bir kishilar o'tirisida. Mayli oldinga kelgan da'vo egalari, da'vogar, javobgar qaysi tipdagi kishilarga tava olsin, hakim bunu sübütülen, hakem bunu sübütülen çokum adaletlen hüküm kılış gerek. Bu İslam'ın tüp prensibi. Bu nokta Yahudini Resulullah'ın qışığı barımen digili sağan nokta şu. Ve bu nokta ismi Müslüman bolsun mu? Helaki münafık ne? Ka'b ibn Ashraf'ın qışığı barımen digili sağan nokta manım muşu şu. Andikin ayetinin ahire ve yuridu şeytan eyyudillahum dalalan ba'ida. Şeytan bulanı bak ağır derecede azdırışını halaydı deydi. Yani tağut, həlaqı tağut deb təriflənən Ka'b ibn Ashraf'ın qışığa bağan hüküm qıldığı vaxtıda onun qışığı olsa mutlaka yüz beradigan iş aniq. Bu haq hüküm qılmaydı. Mənfəatiga qarab hüküm qılıdı. Kim onunla para versə, onun yancuqunu toplasa, şu tərəfə qarab hüküm qılıdı. Yani zulüm, kat, cinayet, aqidin başta şekilde yüz beradi. De, mesele birinci hatalıqdan, ikinci hatalık, ikinci hatalıqdan, ikinci hatalık, aqidin hatalıqla, aqidin zulümla, aqidin cinayetler yüz beradi. Paraxorluq cinayeti, haqsız hüküm qilish cinayeti, yalğan guvohlik qilish cinayeti, yalğan hüküm chiqarish cinayeti. Aqaqın yüz berdi. Bu qat bir azg'unluq bu. Şuңaşqa bu işni Allah subhanahu wa ta'ala dalalan ba'ida qat ba'id ifodasi arabchada yiroq degan ma'noda haqdan qanaq ketib qoladi, yiroqlashib ketib qoladi. Texmi xatolikning ustidagi xatolikqa tushib ketadi degan shaklda ifodalayotdi Allah subhanahu wa ta'ala. Undan keyingi oyatda meni mushundan davomi şekilde Müslüman menfaati kelmaganligi uchun tağutlarning qishig'iga hukm chiqarishga boradi. Yani bu adamlarga bunda bir savol so'raladi-da. Bu savolni Qur'on so'rayotdi. Davatdi ki: "Va iza qila lahum ta'alu ila ma anzalalloh va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa." Agar ularga deyilsa, nima ish qo'yga borsizlar? Müslüman yasizlar? Yani alaqı münafık qarta özünüzü Müslüman deysiz ya. Anda oğandikin Allah çöğen Allah'ın hükmüge kelin, Resulullah'ın qışığı kelin deyilse, başta bir sual qoyulsa, münafıklarning sizden nayet ağır derecede başkalarına tosavatqanligini, bu meselenin tosavatqanligini qanaqa qilasiz ko'rasiz. Oyatda qo'llangan kelinglar ifodasidagi so'z Arapça söz asli yiltiziga qarag'an vaqtda ta'al ifodasi, ya'ni pastdan ustiga qarata chaqirganlik ifodasi. Ya'ni sen bir xato o'rindasan, passiv o'rindasan, haqsiz tarafdasan, kel haqiqatga chiq. Aktiv holatga chiq. Senin salbiy o'riningdan ijobiy o'ringa chiq degandek bir go'zallik ifodalarini o'z ichiga oladi. İslam del muşnunga qanday qiladi, chaqiradi. Nima uchun? Nima ish bu yerda kel ifodasi? Chunki bu hukmdan hukmga chaqirishchi. Oyatda tağutga hukm qilishga qarab mangdi.
Qur'on buni ta'al deb chaqirdi. Bu yerga kel, ya'ni Allohning hukmiga kel, Rasulullohning qishqiga kel. Bu chaqirishda ishlatgan so'z tuvandan yuqoriga, salbiylikdan ijobiylikka, passivlikdan aktivlikka qarata üstün yürünüşne, yani tuvandan üstüge qarata bir mağadigan bir yürünüş ifadelaydigan söz. Nima uchun Allah bu yerda bununla bu so'zni ishlatdi? Normal kilinglar ifodasini emas, tuvandan yuqoriga kilinglar degandek bir xil ifodani qo'llanildi. Arabcha ifodasidan desa, bu ikki o'rinning o'tirdi favqulodda farq bor qarindoshlar. Haliqi munofiqlar bağan ya inson. Onun chiqaradigan hukmi inson hukmi. Xuddi bugungi kunimizdagi yerlik qonunlarga o'xshash. Ana bu Qur'on chaqirayotgani Allohning hukmi. İnsanning hukmi inson aqlining natijasi. Agar qalbi sog'lom bo'lgan taqdirda, intayin pokiz, sog'lom, samimiy desakmi inson aqlining natijasi. Bir nuqtani alohida eskartay. Ash qonun chiqaruvchilar yoki shaxsiy insoniy nuqtadan hukm qiluvchilar eng sog'lom, eng pokiz, eng samimiy degan taqdirimizda bularning chiqargan hukmi inson aqlining natijasi bo'ladi. İnson aqli qanchalik taraqqiy qilsin, masalalarning hammani o'ziga bo'lmaydi. Ve növbetdeki meselege manda hüküm çıkarsan bunundan kelgüsü manda akıvet, yaxşı akıvet ya yaman akıvet çıkıdı. Bunu qanak bulanmaydı, özüge ep bulanmaydı. Bunun ispatı biz etraftaki en terakki kılan devletlerge qaragınımızda mı? Bular aldın ala hüküm, kanun toğuzanmaydı, kanun oruntanmaydı. Ornatkan kanunları mı hem mukum tumaydı. Qanak kılıdı? Bir kanun çıkardı, kanun çıkış organdakilar. Bunu icraga düşürdü. Devlet tavası yoki jamiyat tavası icra qilindi. Icra qilib beqib bir mahal mangandan keyin buning bir tarafdan salbiy tarafi chiqadi. Da bu darhol kela qatim buningga nima kirgizdi? Tuzitish kirgizdi. Mushu tuzitish kirgizganning o'zi mushu qonunni chiqaruvchilarning aqli jamiyatning meselelerininki hamma tarafini o'ziga ap bulanmadi, hamma tarafiga yetmedi, kam keldi degan gap. Bu birinchi nuqta. İkinci nokta cemiyet, yani yerlik kanunlarınki alayidlikiden birisi, alayidlik derken yani farklı tarafı demekçi. Qanak turunun yuqur tarafı demekçi emas. Meseleler 101 bo'lgandan keyin kanun çıkarıldı. Yani insan bir xafalıqqa tushib bo'ldi, bir musibatga tushib bo'ldi, bir mesele 101 bo'ldi ortada, andan keyin kanun çıkarıldı. Bayatan kemçilikin başka, ma kemçiliki var. Çünkü o insan o. Cemiyetin kanda özgür bulduğanlıkını ma'lum derecede farz ettik, farz kılımız, mölçerleyimiz desim o, çeklik daire doludu. Şunaşka aldın ala 101 ihtimali olan bir işqa kanun çıkaranmaydı. Ama ilahi kanun, asasi prensiplarda Adem Aleyhisselam'dan ta kıyametki kadar o'xshash o'zgarmas masalalarda. O'zgaradigan masalalarda mo insonning yaratquchisi bo'lg'achqa bu qonunning egisi bu qonunni yo'l qo'ygandan keyin buning orqasidan agashma chiqadigan masalalar yuz bermaydigan bir shaklda qo'yadi bu qonunni. Bu bir alohidligi, bayatdanqi kamchilikning qarshisida. İkinci alohidligi inson tuzgan yerlik qonunning ikinci kamchiligining qarshisida Allah tuzgan qonunlar inson tushib qolish ehtimoli bo'lgan musibat yoki xatolik yoki yuz berish ehtimoli bo'lgan masalalardan ilgari yo'lga qo'yiladi, yuz berishning oldini oladi. Menda xulosalay masalani İnsan tuzgan qonun, insan tushib bo'lgandan keyin bir masalaga, masala 101 bo'lgandan keyin tuziladi. Ya'ni ma'lum odamlar shu masalaning qurboniga aylanadi jamiyatda. Bu bir tarafi. Yana bir tarafi
bir qonunni tuzidi, bu qonunning ma'lum vaqtdan keyin salbiy tarafi chiqadi, o'zgartish kirgizadi. Salbiy tarafi chiqdi degan gap, yana bir bo'lik odamlar xato tuzilgan yoki kam tuzilgan bu qonunning qurboniga aylandi degan gap. Bu masala var. Allah'ın kanununinki bu ishki kamchilik tamamen yüz bermeydi. Yani mesele çıkmaydı. Bir cemiyette Allah'ın kanunu ornatılgandan keyin ergeçme şekilde mesele çıkmaydı bu bir. Yeni birisi mesele 101 bo'lgandan keyin yol qo'yilmaydi Allah'ın kanunu. Mesele 101'den ilgiri yol qo'yildi de bunun qurbanlıqıga aylanadigan, bedelini öteydigan xatolikning insonlar olmaydi. Mana bu ikki farq var bunun o'rtada, ikki qonun o'rtasida bugun dars munosabati bilan, vaqt munosabati bilan ifodalayolganimcha ifodalayapman. Mushishlik farq var. Undan keyin yerlik qonun bilan Allohning qonunining o'rtasida osmon zamin farq var. Shunga oyat tog'utlarga hukm qildiradigan kishilarni Allohning hukmiga chaqagan vaqtida qo'llangan ifodasi pastdan tüven orundan, passivlikten yuqur orunga, ali orunga, aktif orunga, selbi orundan icabi orunga çaqırışqa işiltidigan ta'alav ifadesine qanaqwatıdı, qo'llanıwatıdı. Normal kelinglar ifadesi emas, balki ta'alav, chiqinglar, yuksilinglar, o'qiyinglar o tüven ishni degan ifodani qanaqwatıdı, qo'llanıwatıdı. Deganimizda Allohning qonuni insonning qonunidan farqi nima desanglar, xalq bilan maxluqning o'tirdagi farqqa o'xshash farq borki, bu ikki qonunning o'tirisida. Xalq qanchalik qudrat egasi bo'lsa, qanchalik ilm egasi bo'lsa, qanchalik hikmat egasi bo'lsa, Allohning, xalqning qonunimi shunchalik qudratga ega, shunchalik ilm, shunchalik hikmatga ega. Maxluqning qonunichi o'zining darajasiga yarasha bo'ladi. Qur'on dal Allohning qonun kitobidirki, Sura Isro'ningki 82-oyatida va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u va rahmatun lil mu'minin. Biz Qur'oni Karimdan shifo va mu'minlarga rahmatni tushiramiz. Shifo degan nima? Shifo insondagi bor bo'lgan kasalni davolaydigan narsa. Rahmat degan nima desa, bundan keyingi kasalning oldini olish. Qur'onning vazifasi bu. Inson masalaga yo'liqib bo'lganda, qurbonlikqa aylanib ketib bo'lganda, undan keyin betaraf qilmaydi. Bor kasallarni darhol o'ngshaydi, yo'q kasallarning bundan keyin jamiyat yuz berishning nimasini oladi, oldini oladi qarindoshlar. Endi bugungi oyatda dal bularga mushu qonunga kelishga chaqirilsa, munofiqlarni Allohning qonuniga kelinglar, Rasulullohga kelinglar sizlar, hukm chiqarishda tog'utlarni qashib olmay deyilsa, munofiqlarning to'sqanligini qana qilasiz ko'rasiz. Nima ishqa? Chunki munofiqlar deganimizdek qalbi kufri, ichki dunyosi boshqalarga tava insonlar. Shakl jihatda o'zini musulmonlar jamiyatiga tava deb qaragan bo'lg'achqa masalasining echilib qilishidan qanday qiladi, qo'rqadi. Munofiqlarda ikki masala bor. Til masalasi, qalb masalasi. Biz bilan birga til masalasi bor. Yani biz bilan birga til bilan birga turadi. Qalb masalasi ichki dunyosi. Endi bular Allohning rasuliga kelgandan keyin bularning ichki dunyosi ejilib qolsa, bular burun ko'zlagan maqsadiga yetolmaydi. Yoki biz musulmon bo'lish eg'izimizda bo'lsa-mu orqali manfaat kirishimiz degan nuqtalar qanday qiladi? Rasvo bo'ladi yana bularning masalasi. Bular shu rasvochilikdan ansirab, sho'ngashqa qanday qiladi? Yuz o'raydi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo 62-oyatda yana yuqorqi Allohning rasulining hukmi, inson o'zi tuzgan hukm, ondan keyin munofiqlarningki gerçi shaklan musulmon bo'lsa-mu, Allohning hukmi tarafiga bormay, insonning, ya'ni tog'utlarning hukmi tarafiga boradiganligi, bulardan bu haqda so'ralgan vaqtda bularning masalani yepishga urinadiganligi haqida so'zlab bo'lgandan keyin bularga savol qo'yiladi. Bu savolni bizmi qo'yamiz ularga? Alloh Qur'onda ma shaklda qanday qo'yadi, qo'yadi. Davatuki fakayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Qandaq muqla? Nima ish qila?
Bular qanday pozitsiyada bo'ladi? Bular qanday inkas bildiradi? Bularga qilgan ishlari tufayli bir musibat yetsa. Qanday musibat? Sal turib buni anglaymiz. Ondan keyin bulasini qashana kelib Alloh bilan qasam qilib turib deyishidiki, biz faqat yaxshilikni va tavfiqni qana qildik, maqsad qildik deyishdi. Ya'ni munofiqlarga musibat yetsa degandagi musibat munofiqlarning eng chong musibati nima bilamsizlar qarindoshlar? Biz bayatında deb o'tdik. Munofiqlarning eng chong musibati o'zining munofiqligining ichki dunyosining oshkorlanib ketishi. Chunki buning eng chong rasmiysi shu. Dedik ya, buning munofiqlik qilish nima uchun? Manfaatiga kapolatlik qilish uchun. Biz mashta islom jamiyatida yashayapmiz. Atrofidagimizlar musulmonlar bular bilan mushtarak yashamasak bo'lmaydi. Deyish orqali manfaatiga kapolatlik qilishni maqsad qiladi. Undan keyin buning eng chong dasmisi o'zining kallasicha buning munofiqligi. Bularning ishining echilib qolmasligi. Endi bularga bir musibat yetsa qilgan ish tufayli degani qilib qolgan ishlar, xatoliklari tufayli bularning munofiqlari eshitib ketsa. Bir hodisani biz yuz berib, bularning munofiq ekanligi o'rtaga qanaqib qolsa, chiqib qolsa, kishilar oldida bularning masalasi qanaqib qolsa, ini qop qolsa, qanday bo'ladi? Bu bularga nisbatan musibat hisoblanadi. Bularga hech kim demasimi bir savol qo'yiladi. Qani musulmon da'vat etdingiz o'zingizni? Islomga kirdik da'vat etdingiz o'zingizni? Nima ish bu? Nima deb Allohning hukmiga bo'lmay, tag'utlarning hukm qilishiga borasiz. Deyilib qolgan vaqtida ularning ko'rsatgan bahanasi nihoyatda qiziqarli. Nima deydi bular? Yo'q, biz yaxshilik va tavfiqni iroda qildikki, ya Rasululloh, sizni chiqarib qo'ymaylik debdik. Sizni hadirib qo'ymaylik debdik. Sizlarga to'lib masala ko'tarib akilib, sizlarga bir jafo sab qo'ymaylik debdik. Sizni avor qilib qo'ymaylik debdik. Deb menda saçma sapan, ya'ni nihoyatda puchak bir bahonalarni qana qiladi, o'ydirdi bular. O'ydirdi. Ammo Allah subhanahu va taala bularning qalbidagini eng obdan biladi, masalasini eng obdan biladi. Hargiz munofiqlarning o'zining xohishicha qo'yvatmaydi-ki 63-oyatda davatida ulaikallazina ya'lamullohu ma fi qulubihim. Ana o'sha kishilarning qalbida nimaning borligini Alloh obdan biladi. Ondan keyin musulmonlar ashta munofiqlarga duch kelgan vaqtda qanday qilish kerak? Ish beshidagilar ashta munofiqlarga duch kelgan vaqtda qanday qilish kerak? Bir jamiyat munofiqsiz jamiyat bo'lmaydi. Mutlaqo munofiq bo'ladi. Darajasi cho'ng kichik bo'lsin munofiqlarningki, manfaat bor yerda boshqa yuz bilan, manfaat yo'q yerda boshqa yuz bilan mutlaqo yashaydigan bir munofiqlar bo'ladi. Bu munofiqlar bayatni deganimizdek, o'sha kritik nuqtalarda muhim taraflarda o'zini oshkorlab soladi. Endi mashta odamni o'zini oshkorlasa qanday qilish kerak? Fa'arid anhum wa'izhum. Endi musulmon jamiyatidagilar bularni qo'yib qo'yish kerak. Chunki bularning shakli musulmon. Ig'izdagi da'vosi musulmon. Musulmon safida bular, musulmon jamiyatida bularni qo'yib qo'yish kerak. Fa'arid anhum. Bulardan yuz o'ri degan gap qo'yib qo'y. Wa'izhum. Bularga vaznasihat qil. Va ularning qalbiga ta'sir yetkazgudek gap qil. Ya'ni musulmon jamiyati ta bular oshkor bir holatga yetib islom qonunlarida ochiq bir jazoga loyiq bo'ladigan jinoyat o'tkazganga qadar bularning munofiqligi bayqalgan vaqtida bularga Qur'on degan bo'yicha yanada samimiylikni davom qilish kerak. Yanada bularga go'zal gaplarni davom qilish kerak. Yanada bularga ta'sir qilgudek gap so'zlarni qilish kerakki, Qur'onning nimasi bo'yicha, hukm bo'yicha. Endi haliqidek oshkora bir jinoyat bo'ldan chiqib qoldi. Jasuslik ahvoli ko'rilib qoldi. Ya'ni islom qonunlarida oshkora holatda jazo belgili bo'lgudek bir sarih
jinoyat o'tirg'i chiqib bo'lguncha boshqa qilish kerak, ammo o'tirg'i chiqib qolgan vaqtida uning jazosi u boshqa bo'ladi. Chunki sur Muhammadningki 30-oyatida Alloh subhanahu va taolo nima deydi qarindoshlar? Walau nasha'u, agar biz xolisoq, payg'ambar alayhisalom xitob qildi-da, la araynakahum, sana biz ularni ko'rsatib qo'ydik. La araf fa la araftahum bisimahum, ularning belgisi bilan sen ularni bilalaytding. Va la ta'rifannahum fi lahnil qawl, ularning gapining izbasligi, gapining xatoligi, gapining uramidan sen uni tunyalaytding ularni. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bularning başta musulmonlarning ichida bilinmagan bir şekilde bilinsimi sarahatan emas, ba'zi ish faoliyatlaridan, gap so'zning o'ramlaridan, ochqushliq ba'zi nuqtalarda ketkizib qo'ygan taraflardan bilvog'lig'idek darajada qo'yib qo'ydi va bularga Qur'on oyatini o'qigan 63-oyatning oxiridagidek bo'ldi qilishini, ulardan etishmaslik, bularga go'zal nasihat qilish, ta'sir qilgudek gaplarni qilish qilib buyurishning sababi bularning vaqtning o'tishiga ergashib bir tövbe qilish ehtimoli bor. Mushu ehtimolni nazardan saqit qilishga qanday bo'lmaydi qat'iy. Mushu ahvolni nazarda tutib, islom jamiyatidagi bir to'plumdagi munofiq insonlarning munofiqligi oshkor bo'lib bo'lganga qadar sezilsa, jamiyatga oshkor emas. Sizilish degan gap ma'lum insonlar tarafidan seziladi. Sen uni boshqalarga tushundirsangmi, yo tushunadi, yo tushunmaydi. Ishonadiganlar chiqadi, ishonmaydiganlar chiqadi. Islom jamiyati yemiriladi o'tirdi. İslam jamiyatida bilinish yuzurdi. Shunga bu xil shakldagi sizilgan munofiqlarga qanday muomala qilish, go'zal muomala qilish. Ular o'z holi bo'yicha qo'yib qo'yish. Bularga samimiy ifoda bildirish. Va qul, qaranglar, oyatning ifodasiga qaranglar, men shu nuqta menga ta'sir qilyotdi. Va qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ularning qalbiga ta'sir qilgudek gap degani biz samimiylikni yo'qotmasligimiz kerak. Musulmonlar jamiyatining ish beshidagida samimiylikni yo'qotmaslik kerakki, ashu munofiq bo'lganlar balkim bira yaxshilikdan yoki bira so'zdan ta'sirlanib tavba qilish ehtimoli bor. Mushu ehtimolni nazardan qanday qilmaslik kerak? Saqit qilmaslik kerak. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bu oyatni deyish orqali islom jamiyatining umumiy kishilarini eskartyapti. Arangda mushta odam bo'lishi mumkin. Diqqat qilinglar. O'ng, so'ldagi har odamga diqqat qilinglarki, sizlib qolsa manda muomala qilinglar. Ammo nazardan butlay saqit qilyapmanglar. Ularni ko'zini chiqaryapmanglar. Ya'ni bexabar yurmang demakchi. Bir jamiyat g'aflatga tushmasin. Mutlaqo bir jamiyatda bilinmagan boshqa bir insonlar bo'ladi. Bilib qolgandan keyin, sizib qolgandan keyin bularni ip berayotgan da'vo, mengayotgan yo'linglardagi hisobdan chiqaratinglar. Fa'arid anhum degan gap bularni qo'yib o'tinglar degan gap hisobdan chiqaratinglar. Yani bularni jamiyatning bir kishilik a'zosi, mu'min sefining bir kishilik a'zosi sifatida hisoblab qanaqa manglar ish tuzgan vaqtda, ya'ni ishning sirtida qolsin. Texmi aniqroq desam qarindoshlar, mening tushunganim bu oyatdan ishning nada qolsin, sirtidan qolsin. Andakin vaznasiyat qilinglar ifodasidan keyin ularning qalbiga ta'sir qilgudek gaplarni qilinglar deganni men bu oyatdan samimiylik ifodasi bilan izohladim. Ya'ni bularga samimiy bo'linglar. Bular samimiyatingizdan ta'sirlansin dedim. Buning yana bir tarafi bor. Ya'ni bularning qalbiga ta'sir qilgudek gap qilinglar deganning yana bir tarafi bo'lish ehtimoli borki, bular eng qo'rqadigan bir nuqta bor. Bayatdan qayt etilgandek, ya'ni o'zining masalasining echilib qilishidan qo'rqadi. Kishilarning oldida rasvo bo'lishdan qo'rqadi. Haliqi o'zini musulmon ko'rsatish orqali kafolatlik qilmoqchi bo'lgan bir manfaat deydi ya, shu manfaatining yo'qolib kelishidan qo'rqadi. Bularni o'sha qo'rqadigan nuqtasidan ansirtish kerak. Va qul lahum fi anfusihim qawlan balighaning yana bir ma'nosi samimiy ularga vaznasihat qilishdan boshqa bularning
yaman oqibatlarining oshkor bo'lib qolsa, yaman ishlarining oshkor bo'lib qolsa, munofiqligining oshkor bo'lib qolsa, yaman oqibatga tushib qoladiganligini bularga bildirish kerak. Ularning qalbiga ta'sir qo'rqitadigan ma shaklda ular qana qilish kerak, gap qilish kerak. Ya'ni xuddi oyatdan chiqayotgani bu xuddi munofiq bo'lgandikan. Munofiq bizga ikki xil muomala qiladi. Tilda boshqa, qalbida boshqa. Alloh subhanahu va taolo bizni bularga ikki xil muomala qilgandek, aynısını qilmasaqmi ikki xil muomala qilishga bo'lyapti. Birisi bular samimiy bo'lish, kuyinib turib vaz-nasihat qilish, to'g'ri yo'lga qaytish uchun tirishishimiz. Bu bir bular tutadigan muomala. Yana birisi bularning yaman ishlarininki o'rtaga chiqib qolsa, oshkorlansa, yaman oqibat chiqib qoldiganligi. Bosh qo'yib etmaydiganligimiz haqida ularga yana bir tarafdan signal berish kerak. Bularni qo'rqitish kerak yani. Bularga askartish berish kerak. Nima shaklda bularga taqobil turish yoki bularning masalasini betaraf qilishni Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatadi. Aks taqdirda shu agar mashta qilmagan taqdirda shu bu bir namuna qarindoshlar. Oyat xitob jihati Rasululloh qilinadi. Rasululloh bir payg'ambar. Payg'ambar islomga vahiy keladi. Jibril Rasulullohning har doimlik hamroyi. Bayatni o'qigan sura Muhammadning 30-oyatidagi agar xohlasak san munofiqlikni ko'rsatib qo'ydik, sen uni bilalaytding degan qarqa vaqtda hatto Rasululloh qimo ma'lum darajada bildirilmadi yoki bildirildi. Bildirilganlari va oyatning taqozosi bo'yicha Rasulullohga Alloh bu oyatda munofiqlarga qanday muomala qilishni o'rgatish orqali boshqalarga ulgu bo'lishga qanday chaqiriladi. Rasulullohga vahiy keladigan zot agar Alloh Rasulullohga vahiy orqali butun munofiqlikni bildirsa, Rasulullohni to'liq bilgandan keyin hammasini bitirib qildi deyli, undan keyin kelmish qildi. Undan keyingilar tamoman Rasulullohning yo'li bo'yicha mengab, ya'ni bu shakli olsunmi, munofiqligi shunda sizlar odamning hammani Rasulullohga o'xshash bitirib qilish to'g'ri keladi yoki bitirib qilishi mumkin. Unda bitirib qilgan vaqtda xatolish ehtimoli ba'zilar gumon bilan, ba'zi shubhi bilan islomda idra'ul hudud bi shubhat shubhi bilan hech qilolmaydi. Dedim ya, Rasulullohga vahiy keladi, xatolashmaydi. Rasululloh unda qildi deblam undan keyingi musulmonlar, ya'ni bizlar aramizda bir odamdan xato uqum bilan gumonlanib qolsak yoki birisi suiqasd qilib bizning xato uqum bilan gumonlanishimizga yo'l hozirlab qo'ysa, biz uningga asoslanib aramizdagi birisini uni munofiq, buni munofiq deb hukm chiqarib o'tish va uningga munofiqligiga qarata jazo berish orqali musulmonlar sefining ichida bo'linish yuz berishi mumkin, parchalanish yuz berishi mumkin. An sirtdagi dushmanlar bu orqali bizni asalla qana qilalaydi, betaraf qilalaydi qarindoshlar. Shunga Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga o'z vaqtida nima bilan vahiy orqali aniq bildiralaydi. Munofiqlikni pak-pakiz tozalatalaydi. Ama unda qilmadi. Mishqa undan keyingilarga go'zal o'rnak bo'lsin. Undan keyingilar bir ig'ir darajada xatolikka tushib qolmasin. Islom jamiyatininki, islom musulmonlar to'pininki bo'linishiga olib boradigan masalalar yuz bermasin deb eng go'zal hal qilish chorasini o'rtaga qo'ydi Alloh subhanahu va taolo. Chunki bayat bir og'iz gapni qildim, bir takrorlag'im keldi. Tavba qilib qilishi mumkin. Mush ifoda bek muhim. Kun o'tib, vaqt o'tib, boshqalarning qilgan go'zal muomalasi Allohning qalbiga hidoyat berishi bilan ashu munofiq o'z tavba qilish mumkin. Yoki u tavba qilmagan taqdirda munofiq vaqtning o'tishiga ergishib o'lishi mumkin. Buning bir avlod musulmon bolalar qilib qilishi mumkin o'rtada. Dadasini munofiq deb bitirib qo'ygandan keyin balasining bu yo'lda mangalishi tas yoki ig'ir keladi. Mana bir salbiy oqibatlar chiqadi. Shunlashqa qarindoshlar, munofiq masalasi murakkab masala. Bir musulmon jamiyatining ichidagi munofiqlarga qanday muomala qilish, munofiqlarning sharridan qanday saqlanish oddiy masala emas. Bu haqda Qur'oni Karim
alayda uzun to'xtalgan Sura Baqaraning 5-da munofiqlar haqida uzun oyatlar bor. Mu'minlar haqida, kuffarlar haqida, ahli kitoblar haqidagi gaplardan, so'zlardan, ta'limotlardan ko'p munofiqlar haqida so'zlar bor. Munofiqning muomalasi hech kimning muomalasiga o'xshamaydi. Munofiqlar haqida xatolashish, munofiqlarga qiladigan muomalada xatolashish safning ichida tavinish paydo qiladi. Safning ichida bilinish paydo qiladi. Chunki munofiqlarning munofiqligini hamma odam bilmaydi. Bildiganlari va bilmaydiganlari va. Hatto bularni sap musulmon deb qaraydi. Hatto dushman mushlardan foydalanib bizga qarshi hujum qila olishi mumkin. Psixik hujum qila olishi mumkin. Axborotda bizga ayni musulmon o'zini o'zi bitirab qildi, o'zini o'zi o'ldirdi degan shaklda hujum qila olishi mumkin. Mana bu nuqtalarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda munofiqlarga nisbatan alohida muomala qilish, bularning sharridan saqlanish uchun alohida yo'l tutishdan kerak ekanligini bu oyatda bizga bildirgan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Vaqt munosabati bilan darsimiz bugun mishada to'xtaydi. Kelasi soatlik darsda kurashganga qadar hammalarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.